Hammaga salom do'stlar. Bugun biz sizlar bilan, ya'ni men bugun sizlar bilan Roblox o'yinida YouTuber do'kon o'yinini o'ynaymiz do'stlar. Video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying va like tugmachasini bosib qo'ying do'stlar va biz bundan da qiziq videolar chiqaramiz. Unda biz videoni boshladik do'stlar. Do'stlar, bu o'yinda biz YouTuber bo'lamiz va o'zimizni mana bu uyimizni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Men bu o'yinda juda ko'p o'ynaganman va 760 qilib tashlaganman, faqat Robloxni o'chirib tashlaganim uchun yana qaytadan bo'lib qolgan shunaqa. Shuning uchun yani qaytadan ya'ni bu o'yinda video olmoqchi edim. Chunki nima deydi? Noldan boshlasa yaxshi-da videodagi o'yinlarni. Shuning uchun olishga qaror qildim do'stlar. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, biz hali ham 100 ta obunachi bo'lmaganmiz, hech bo'lmasa 50 ta bo'lmaganmiz do'stlar. Iltimos 100 ta obunachiga chiqarib beringlar va biz bundan da qiziq videolarni chiqaramiz do'stlar. Do'stlar, yaqin orada biz Kompotni qishlog'ida nima deydi? Video olamiz. Kompotni qishlog'ida qanaqa video olamiz? Ya'ni bir marta emas do'stlar, mana masalan ko'p o'yinli atigi bir marta o'ynab video olaman. Keyin boshqa olmayman. Lekin Kompotni qishlog'ida Minecraftda serialli ham olish mumkin do'stlar. Serial emas endi. Zo'r videolar olaman. Bir marta emas, rosa ko'p olaman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va shunaqa narsalarni ko'ra olasizlar. Do'stlar, o'zi bizda ozgindan keyin 1000 ta obunachi bo'ladi. Do'stlar, iltimos hayotda ham 1000 ta obunachi qilib beringlar do'stlar. Masalan, bittagina shu narsani so'rayapman. Hoppa do'stlar, yaxshi. 750 ga yetmasganmizki. 500 ga Tak do'stlar. Qochib turib. Tak. Do'stlar, oranglarda Roblox o'ynaydiganlar bor bo'lsa, men bilan videoga qatnashishinglar mumkin. Agar Roblox bor, pul. Ana o'shanaqa bor bo'lsa, tashib bersanglar lekin yaxshi bo'lardi. Chunki menda Robloxdan bittada o'ynayam yo'qda. Qanday o'qib tushirishni bilmayman. Roblox beradigan o'yinlar bor. Shularni qaysiligini topa olmayman-da. Necha marta o'ynab ko'rganman. Men hammasini o'ynagim kelmaydi. Bittasida Roblox bermadim, bo'ldi. Keyingilarni o'ynagim vapish kelmaydi. Umuman o'ynagim kelmaydi. O'shanisini. Tak. 1500 yig'ish kerak ekan do'stlar menga va bizga boltam bir varaq beradi, ham sakilgan prujinami. Har doim join almashtirib qo'yadi-yu. Tak, короче, 750 ming bo'ldi. Давайте mashina olaylik. 150 dan beryapti endi. Obunachimiz 2000 ta bo'ldi do'stlar. Iltimos hayotda ham 2000 ta qilib beringlar do'stlar. Tak do'stlar, mashina qilib o'tiraveramiz. Do'stlar, men 5000 ta obunachi bo'lganimizda videoni pauzasini yo'qaman. Ungacha bo'lsa pauza qilib turaman. Tak do'stlar, mana biz 5000 ta obunachi bo'ldik. Men bu kompyuterni ko'rmagan ekanman. Yangi kompyuter olsa bo'ladi 3000 ta obunachiga. Do'stlar, mana yangi kompyuterimiz. Do'stlar, afsuski men o'zimning kompyuterim yo'q, shuning uchun videolarimni telefonda olaman. Kompyuterim bo'lganda lekin videolarimni javob beraman. Endi javob bera olmayman, lekin yaxshiroq chiqarardim do'stlar. Tak do'stlar. Do'stlar, men katta bo'lganimda, ya'ni qanaqa katta bo'lganimda? Maktabni bitirganimda emas, kimdir kompyuter olib beradi. Ana o'shanda kompyuterda ham video chiqaraman do'stlar. Albatta ungacha meni kanalim zo'r bo'lishi kerak do'stlar. Endi kanalim zo'r bo'lmasa video chiqarmayman demayman. Ana do'stlar.
Ungacha mana shu telefondagi kanalim zo'r bo'lsa yaxshi bo'lardi do'stlar. Tak do'stlar. Men boltani olib bizni odamlarni ursak bo'ladi, lekin biz unaqa odam emasmiz do'stlar. Hech kimni urmaymiz. Lekin men boshqa paytlar uraman, unda ham pulim yig'ilib turguncha, vaqtimni sal yaxshiroq qilib o'tkazmoqchi bo'laman. Shuning uchun ba'zida urib turaman. Urib o'ldirib turaman. Bo'lmasa boshqa payt urmayman. Faqat zerikanda, pul yig'ayotganimda urishim mumkin do'stlar. Tak do'stlar, pulimiz $130 qolibdi. 2095 bo'ldi. Davайте do'stlar 5000 qilaylik mana shuni. Ishini lazerli qilib qo'yamiz. Do'stlar, skinimni ko'ryapsizlarmi? Do'stlar, skin qiladiganlar bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'ysin. Tak do'stlar, pulim qachon yig'ilarkan? Tak. Pulimiz ozgandan keyin 5000 bo'ladi do'stlar. Ana do'stlar, yaxshi. Yaxshi do'stlar. Pulimiz 5000 bo'ldi mana do'stlar. Lazerli eshigimiz tayyor. Tak do'stlar. Anchadan beri video olmayotgandim. Ana endi yaxshilab video olishga harakat qilaman. Chunki kanikul boshlandi. Kanikulda ko'pgina videolar olishim mumkin. Chunki kanikul bo'lishidan oldin men 4-sinf edimda. Ya'ni bu yil 4-sinf edim. 4-sinfni bitirdim o'sha. 4-sinfni bizning maktabda bayram qilib beradi. Sizlar maktabda qilib beradimi yo'qmi bilmayman, lekin bizning maktabda 4-sinfni bitirsa qilib beradi. Biz shuning uchun tayyorlandik. Tayyorlaganimiz uchun vaqtlidan ketdik. Chunki vaqtim bo'lmadi do'stlar. Shuning uchun video ola olmadim. Endi video olishga harakat qilaman, ya'ni anaqa nima deydi? Ko'p video olishga harakat qilaman endi. Do'stlar, hozir mana bitta noldan boshladik-ku. Qaranglar, rasos chiqadi. Uyimiz kambag'allarnikiga o'xshyapti. Endi uyimiz ja kambag'allarniki emas. Eski narsalarda do'stlar. Eski narsalar men bilan. Tak do'stlar, kelaylik, yana mana qilaylik. Sekundiga 45 ta odam yig'ilyapti, obunachi. Tak do'stlar, sizga mana shu o'yinda bitta narsani ko'rsataman. Yuringlar. Mana bu boru speed. Ya'ni ikkalasida mana men bilan o'singlar. Mana telefon, mana shularni o'singlar. Obunachilarni tez yig'ib tashlayman, bosinglar ekranga. Mana buni olmaylik do'stlar. Mana shu eng birinchidagi. Bu vaqtcha obunachi yig'ib bermaysizlar. Qo'lingizga olishinglar bilan yo'qolib qoladi. Dovdirchi narsa. Menga yoqmaydi. Vaqtcha yoqmaydi vaqtcha. Umuman. Maslahat bermayman. Qolganlarini olsanglar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bu o'yinning nomini kommentariyga yozib qoldiraman. Menimcha videoni boshida ham aytdim bu o'yinning nomini. Hozir ham aytib qo'yganim yaxshi do'stlar, bu o'yinning nomi YouTuber Tukon. Kommentariyaga yozib qo'yaman do'stlar. Yaxshi do'stlar, men divan to'g'riymiz. O do'stlar, yaxshi. O kayf do'stlar. Do'stlar, men bitta nimaga bunaqa turibdi desanglar. Bu anaqa, divan ustidagi narsa bor-ku. Bu anaqa YouTubedan berilgan knopkalar bor-ku, o'shanaqa turgan joy. O 27K bo'lish kerak ekan menga. Tak do'stlar, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Qanaqa eshitilyapti ovozim? Yozib qo'ying do'stlar. Tak do'stlar, mana men bilan olamiz. Do'stlar, mikrofonim ham yo'q-da. Bo'lmasa ovozim yaxshigina eshitilardi. Tak, yig'averamiz.
Do'stlar, ana endi meni obunachilarim sekundiga 103 tadan yig'iladi do'stlar. Yaxshi, hozir 27 ming, ya'ni 27 k bo'lamiz. 27 k degani bo'ldi 27. 27 do'stlar, ana k bor-ku, k. Shunaqa so'zni ko'pchilik ishlatadi. Bu so'zni ma'nosini ba'zilar bilmaydi. Hozir men sizlarga tushuntiraman. K so'zini, ya'ni k so'zining ma'nosi ingliz tilida ming degani. Do'stlar, kelinglar mana buni olaylik. Mana shuni olaylik. Mana pulini ko'p qilib beradi. 15 ga mana bundan olaylik. 20 k yig'ish kerak endi. Tak do'stlar, yig'averamiz pulni, yig'averamiz. Ayamaymiz. Do'stlar, biz hozir ikkinchi qavatni ham qurishimiz kerak. Nima qilyapti endi? Tak do'stlar, mana sakkiz bo'ldi do'stlar. Mana nima edi? Ha, tomni yopaylik do'stlar. Tak do'stlar, qorong'i bo'lib qoldi, lekin hozir svet sozsa bo'ladi. Hozir 20 k yig'ishim kerak do'stlar. Yig'ilgandan keyin pauzani yoqaman do'stlar. Do'stlar, mana 20 k yig'ildi do'stlar. Ana endi biz mana Mahmudga borib, mana bu narsani olamiz do'stlar. Bu narsa ham zo'r narsa do'stlar. Bu вообще endi вообще ko'paytirib bermaydi pulni. Lekin ko'paytirib beradi. Do'stlar, uyimizga ham parazit kelyapti bitta. Shuning uchun ikkinchi qavatni qilmasak bo'lmaydi. Baxki o'zicha mendan oldin kuchayib olib, o'zidan ketyaptimi bu? Men sendan ko'p kuchayganman, bratchikam, men bilan o'ynashma. Mana senga. Yo, mayli, Joni ozgina qoldi yuzatdi. Baxki. Do'stlar, bu o'zidan ketyapti, yomon karilyapti, bizga sakrayapti вообще. Baxki, qochib-qochibsan. Qochib ketdi do'stlar. Ana ekan. Sakraydigan narsang bordi, parazit. Menda yo'q. Men ham avvaliy masharini yo'rdivorman. Yo'rvoration, corporation qo'raman do'stlar. Tak do'stlar. Mana sakraydigan narsa do'stlar. Yaxshi endi parazit. Nima deyapsan? Nima deyapsan? O'zicha u kuchli boltalarni olib, karlashni qaraylar do'stlar buni. Bundoq qilib olaylik, o'ldirish osonroq bo'ladi. Yaxshi. Tak. Do'stlar, o'lim o'tdi. Yonimga ham kim o'tdi bu parazit? Men ham bilaman sakrab yurishni, mana. Bratchikam, men bilan urushga kichkinalik qilasan. O'zingdan ketma вообще. Do'stlar, sakrashni qaraylar menga. O'zicha sakraydi. Tak do'stlar. Mana bulardan olamiz do'stlar. Oppa, nima bu? Ha, chiroq do'stlar. 8 ga zini qilamiz. Do'stlar, ikkinchi qavatni ochdik. Yaxshi do'stlar. Tak. Yana bitta bir ochib kelyapti. Bratchikam, nima cho'zsam menga. Qo'sh o'ldirishim. O'ldirmayman, hazillashdim. Menga bir bitta. Ismi Zdan kelar ekan, короче. Men seni urmadimmi, bratchika? Do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar. Bizning video shundan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar. Salomat bo'linglar.